Kelin, nimasi bu? Men sizga osh qiling degandim-ku. Men sizga mant qiling degandim. Qani manta? Oyijon, achchiqqina qilib mastava pishiring degandilar. O'shanga ham mastava pishirgandim. Siz menga gap qaytaryapsizmi? Yo'q, opajon. Ertaga osh qilib beraman o'zim sizga. Sizga esa indinga manta pishirib beraman. Bo'ladimi? Men sizga bugun mant qiling degandim. Boring, hozir pishirib bering. Xo'p. Kelin. Ovora bo'lmang. Ovqatingiz juda ham mazali chiqdi. Muxlisa, erkaligingni eringni uyda qilasan. Bilib qo'yinglar. Bizning xonadonimizda bir kunda bir marta ovqat qilinadi. U ham kechki mahal. Agar seni manti yeging kelayotgan bo'lsa qizim, oyoq qo'ling but, qo'ling singani yo'q. O'zing turib, ana oshxonaga chiqib bemalol o'zingga manti qilib olaver. Baribir ham kun bo'yi bekorchisan-ku. Bitta yeydigan ovqatingni eplab qilib yeya olmasang, nima qilib yashab yuribsan?